18+ video hamma qaramasin. Kutganmi deylar, hech qachon bekorlarni 5tasini aytibsizlar. Men dushdan chiqib bo'lgandim уже va sekingina yuzlarimni ham yuvib, tishlarimni ham yuvib, o'zimga qarab quloqlarimni shunaqa tozalab, makiyajlarimni, make-up qilishlarimni boshladim. Tonalkalarni bir sidra chaplab oldim, shpaklyovkamni, keyin bir narsalarimni qo'yib, pomadalarimni cho'tki lablarimga surib, shunaqa o'zimni sochimni yoqqa tarayman, bu yoqqa tarayman, tashiyman, keyin tepaga ko'taraman, ish qilib bir amallab bir narsalar qildim. Taqa-tuqalarimni taqib oldim va badanlarimni o'zim silashimga necha shundoq qaradim, svetni yoqdim, qarasam spalniy bardak, men bu shu nima qilyapti bu yerda dedim, oldim, keyin bu yoqqa ketdim, studiyniy xona olgandim Ispaniyadan, o'shanga rosa ham xursandman. Nimadir ashla bo'lyapti bu yoqda, bilmayman. Baylar loki bot, men bu stalba nima qilyapti bu yerda dedim, ozgina trik ko'rsatishga harakat qildim. Buni babi o'zini ishini ustalari bor, kechqurun 12dan keyin, kechasi 24:00dan keyin qiladigan o'zini ustalari qilgani yaxshi ekan. Men bu yoqda o'zimni klipimni qo'ydim va stol ustiga chiqib o'ynashga harakat qildim. Keyin bo'lmadi, mana rubashkalarimni ko'rsatyapman. Videoda har xil rubashkalar kiyyapman. Nimaga Yevropaga ketib, Turkiyaga ketib faqat bitta rubashka kiyding deganlar uchun mana rubashkamni sanayman. 1, 2, 3, 4, 5, shimim, ikkinchi shimim, 6 rubashkam mana bu qo'limdagi ro'zaviy bo'ladi. Bu ikkalasini nimaga men bunaqa qilyapman? Voy, futbolkam ham bor ekan. Futbolkani kiymoqchi edim, lekin men bu yirtiq yamoq kaltagina yarim yalang'och o'l sharmanda deydigan lyamkalini kiyib olib uxladim. Chunki baribir bir o'zim uxlayman gasnitsamda. Gasnitsa ham emas, kiyimimni almashtirib chiqdim. Endi nima bo'ladi? Nimaga men bunaqa xursandman? Nimaga men bunaqa o'ynamayman desam, hamma menga yozyotdi. Shimga vizani qanaqa oldingiz deydiganlar. Viza labdan oldim va ular juda ham ishonchli. O'shaning uchun men sizlarga aytib o'tib ketyapman. Yugurib ko'chaga chiqdim, yugurib mana eshikni ochgandek odam bo'ldim. Xuddi meni ko'chadan tipa kimdir videoga olib turgandek qilib ko'rsatish uchun ko'rdinglar, birinchi shtativ qo'ydim, yugurib kirib va chiqib kelyapman. Bu yoqda esa qaysi dan degan trek miyamda aylanayotdi. Dun hamma qo'yyapti. O'sha aylanib yurdi miyamda. Ispaniyalarning ko'chalarini ko'rsatib qo'ydim va men bu yerga qolgan qutgan taqa-tuqalarimni hammasini yig'ishtirdim, dorimni ichib oldim. Qarasam, mana zaryadkalarim chuvalashayotgan ekan, soldim kerakli narsalarimni hammasini, kosmetikalarimni ham yig'ishtirib, yoqqa bu yoqqa qarab olman. Ketdik endi, voy, rosa o'ynaver ekanman, shunaqa ham likillagan qiz bo'laman. Pullarimni sanadim, men bu xaritada o'lib qolay dedim. Ispaniyani shunaqa ham metrosi katta ekan, ishonasizlar. Kipriklarimni ham tarab oldim, men pulim bor ekan.